Namangan viloyatida qurilish sohasida qonunchilik talablariga rioya etilishi ustidan nazorat kuchaytirilmoqda. Navbatdagi monitoring tadbiri davomida Namangan shahridagi qurilish obyektlaridan birida tasdiqlangan loyihadan chetga chiqish holati aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Hamroh ko'chasida barpo etilayotgan savdo va maishiy xizmat ko'rsatish binosi loyiha hujjatlariga ko'ra 6 qavatli bo'lib, 7-qavati pentahaus sifatida tasdiqlangan. Biroq qurilish ishlari davomida buyurtmachi tomonidan belgilangan me'yor va talablarga zid ravishda o'zboshimchalik bilan 8-qavat qurilgan. Obyektda o'tkazilgan o'rganishlar natijasida mazkur qonun buzilish holati yuzasidan Namangan viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan tegishli tartibda choralar ko'rildi. 1-qavat klinika va 6 qavat o'tirar qismi bo'lgan binoning shaharsozlik normalaridan chetlashgan holda, shaharsozlik ekspertizaning 3.2 bandini chetlab o'tgan holda fuqaro qo'shimcha 8-qavatni qurib olgan. Inspeksiya tomonidan aniqlanib, unga tegishli ko'rsatmalar berildi. Fuqaro o'z kuchi bilan buzish ishlarini boshladi. Bu kabi chora-tadbirlar shaharsozlik me'yorlari, qurilish xavfsizligi hamda binolarning mustahkamligini ta'minlashga xizmat qiladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, har qanday qurilish ishlari tasdiqlangan loyiha hujjatlari asosida va amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq olib borilishi shart. Aks holda belgilangan tartibda javobgarlik choralari qo'llaniladi. Bu Hulkar Ismoilova, Namangan.